farzandim uchun ba'zi birda Alloh nimaga shunaqa farzand berdi menga deb ba'zi birda nolib qo'ygan joyim bor edi. Lekin hozir shu narsalarni ko'rib hech qachon nolimayman. Yetkazganiga shukur. To'g'risi ba'zi birda noliganman. Nimaga menga Alloh shunaqa farzand berdi deb. Lekin mana shu yerga kelib shunaqa insonni Alloh uyida o'tirgan ekan, mana shunaqa bola qotgan ekan. Inshaalloh meni ham farzandim o'z oyoqlari bilan yurib keladi. Hech qachon nolimayman. Nolishga haqqimiz ham yo'q ekan. Farzandim Xudo xolasa o'z oyoqlari bilan yurib keladi. Barcha ota-onalarni mana shunaqa qiynalayotgan farzand uchun, sinalayotgan ota-onalar uchun yana bitta narsani aytaman, hech qachon nolish kerak emas ekan. Allohga isyon qilish kerak emas ekan. Mana shu yerga kelib bildim. Har bir kunimizga shukr qilishimiz kerak.